Audio Jungle. Barchaga avvalambor assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohjahon. Do'stlar, bugungi videorolikda hech qanaqangi darslik, hech qanaqangi ma'lumot sizlarga o'rgatilmaydi. Bugungi videorolik aynan kim uchun deydigan bo'lsanglar, bugungi videorolikda sizlar bilan birgalikda o'sha Amerikan YouTube'ga kirib keluvchilar uchun YouTube psixologiyasi degan mavzu bo'ladi do'stlar. Bugun faqat mana shu qisqacha ma'ruza bo'ladi. Oxirigacha eshitsanglar do'stlar, menimcha sizlar uchun foydali bo'ladi bu. Albatta YouTube'ga kirib kelayotganda mana shu men o'zimni hayotimni oladigan bo'lsam, o'zim bosib o'tgan qiyinchiliklarim, shogirdlarimning natijalari, shogirdlarim bosib o'tgan qiyinchiliklar va ular qilib o'tgan xatolar haqida bilib olasizlar va ushbu videoni oxirigacha ko'rsanglar do'stlar, sizlar uchun o'sha YouTube psixologiya o'zi nimaligini tushunib olasizlar. YouTube'da qanaqangi holatda nimaga tayyor turish kerak, qanaqa pul topish kerak, pul topganda nima qiyinchiliklar bo'ladi. Xolos, barchasi haqida bugun sizlar bilan birgalikda gaplashib o'tamiz. Tayyor bo'lsanglar do'stlar, video rolikni boshladik. Xo'sh do'stlar, ko'rib turganlaringdek, bugun sizlar bilan YouTube bo'yicha gaplashib o'tamiz do'stlar. YouTube o'zi bu nima? Bu platforma haqida oldin ozgincha tushunchaga ega bo'lib olishimiz kerak. YouTube bu do'stlar video hosting hisoblanadi. Ya'ni sizlar YouTube'ga faqat video joylab pul ishlashinglar mumkin. Nafaqat pul video joylab, balki jonli efir qilib yoki shorts videolar qo'yib, xullas mana shunaqangi bir platforma hisoblanadi do'stlar. YouTube'ga kirib kelayotganda avvalambor bitta ikkita xatolarga doim e'tiborli bo'lishimiz kerak. Nimalarga? Biz birinchi navbatda YouTube'dan kanal ochdik, to'g'rimi? Kanal ochdinglar. Kanal ochganingizdan keyin uni undan ham oldinroq etap aytmoqchi, yo'nalish tanlab olishimiz kerak birinchi navbatda va o'sha tanlab olgan yo'nalishimiz bo'yicha kontent qilishimiz kerak do'stlar. YouTube'da o'zini qonun qoidalari bor, avtorskiy degan tushunchalar bor. Endi mualliflik huquqi deydi bu narsani. Mana shu narsadan do'stlar e'tiborli bo'lib, mana shu narsadan ogoh bo'linglar. Avvalambor avtorskisi yo'qroq kontentdan foydalaninglar. Misol uchun YouTube'da xohlagan kontentinglardan foydalansanglar bo'ladi, faqat do'stlar 5 soniya mumkin deyilgan. 5 soniya kadrni uzib alishtirib foydalansanglar, hech qanaqa avtorskiy bermaydi do'stlar. Yoki-da o'sha video tagiga o'sha kanalning muallifini yozib ketsanglar ham bo'ladi. Ertaga sizlarga qanaqadir jalb keladigan bo'lsa, bemalol o'sha YouTube bo'yicha bemalol nima deydi, ma'lumot bera olasizlar. Men ushbu videoni muallifini belgilab o'tganman deb. Xo'p do'stlar, YouTube psixologiya o'zi nima? Biz nima uchun YouTube psixologiyani bilishimiz kerak aslida degan savol qiynaydi. Xo'p, YouTube psixologiyaga keladigan bo'lsak do'stlar, meni o'zim shaxsan mana shu sohaga kirib kelganimga salkam 10 yilga yaqin bo'ldi. Men 2016-yil noyabr oyida ilk ijodimni boshlaganman YouTube'da kanal ochib. Xullas, men endi o'zimni hayotimni gapirib o'tirsam sizlarga zerikarli bo'lib qoladi. Men qisqa-qisqa qilib tushuntirib o'tib ketaman. Xo'p, 2016-yilda boshlaganman do'stlar va YouTube sohasida o'zbek kontentni yuritganman. Birinchi navbatda o'sha musiqa yo'nalishiga kirib kelganman, ya'ni Instagramdan har xil o'sha mashhur o'zbek estrada yulduzlarini, qo'shiqlarini hali saytga chiqmagan yoki-da o'sha bilsanglar, oldin faqat Telegram saytlar yoki Telegramlar endi rivojlanayotgan vaqtlar edi. O'sha vaqtlarda biz faqat o'sha men Instagramdan videolar olardim-da, Instagramga qo'yilgan videolarni YouTube'ga joylardim. Tez kunda premyera, misol Hamdam Sobirov, Yengil Tarona deb qo'yardim do'stlar. Va u kanal baribir yopilib ketdi. Undan monetizatsiya qilish kerakligini men tushunib yetmaganman. U kanallar o'chib ketdi va do'stlar, undan keyin men PUBG Mobile yo'nalishiga stream qilishni boshlaganman. Gaming yo'nalishida. Gaming yo'nalishida ham izlab ko'rsanglar bo'ladi. Mega shoh desanglar do'stlar, meni YouTube kanalim chiqadi. Bemalol izlab ko'ringlar. O'sha gaming yo'nalishiga men hozir ham qiziqaman. O'zimni hobbi sifatida qarayman bu narsaga. Va do'stlar, texnikaga qiziqqanman, kompyuterga. Men o'zimni psixologiyam bo'yicha IT ga juda ham qiziqqanman. Maktabda, universitetda, kollejda hamma joyda do'stlar отлично o'qiganman. Как положено, men o'zimni soham bo'yicha даже o'sha hozir ham universitetda o'qiyman. Universitetda даже talaba qizlarga, talaba yigitlarga men kirib dars o'tardim do'stlar. Menga shunaqa imkoniyat qilib berishgan edi universitetdagi rahbarlarimiz. Va do'stlar, nima demoqchiman? YouTube'ni boshlashdan oldin avvalambor bitta ikkita tayyor bo'lish kerak narsalar bor. Men o'zimning hayotimda bo'lgan narsalarga sizlarga parcha-parcha qilib aytib o'taman. Birinchi navbatda do'stlar, YouTube kanalni ochishdan oldin sizlarga maslahatim, tavsiyam, oldin o'ylanib bitta tochkaga kelib olinglar. Ya'ni bitta yo'nalishga kelib olinglar. Всё. Qanaqa yo'nalish bo'lishidan qat'iy nazar oldin bitta yo'nalishni tanlab olinglar. Va o'sha yo'nalish bo'yicha professionalni montaj o'rganinglar. Kanal ochishdan ham oldin do'stlar. Ko'pchilik nima qiladi? Sirazi kanal ochadi, sirazi birdan montaj ikkalasini olib ketish qiyin bo'lib qoladi.
Vaholanki bu narsa nimaga olib keladi? Oxir oqibat kanalinglar rivojlanmaydi yoki prosmotr olmaydi. Albatta bu uquvsizlikka olib keladi. Birinchi navbatda yo'nalish tanlanglar. Ikkinchi navbatda to'g'ri tartibda o'sha video montajni o'rganinglar. Uchinchisida do'stlar YouTube qonun qoidalarini bilinglar. Ya'ni bu YouTube qonun qoidalari deganimda qanaqa ma'noda desanglar, misol video yuklash tartibi, uni ham to'g'ri yuklash kerak. Videoni ko'pchilik noto'g'ri tartibda yuklaydi. Videoning nomi, videoning opisaniyasi, videoning previewsi, playlist, videoni tagida oxirida o'sha o'zini belgilangan nima deydi joylari va biza to'ldirmay video yuklayveramiz. Ana shu joylarni ham to'g'ri tartibda qilishimiz kerak. Xudo xolasa do'stlar, men YouTube'ga mana shu videomizni 1000 ta like yig'sa, men shu bo'yicha video chiqaraman. Ya'ni mana shu to'liq formatda, to'g'ri tartibda YouTube kanaliga video qo'yish bo'yicha do'stlar sizlarga professionalniy video tayyorlab chiqazaman. Bilasizlar, men o'tgan videoda ham ko'rdim. Men tepada, bu tarafda chiqadi tepada 1 soatlik video qilganman. YouTube kanal ochish bo'yicha bemalol kirib, ko'rib, o'zinglar nima deydi, o'sha hamma yashiradigan sirlarni men polni ochganman do'stlar. Sababi bu hech qanaqa sir bo'lish kerak emas. Hamma o'rgansin, hamma ham shu narsadan foydalansin degan ma'noda do'stlar to'liq formatda video qilganman. Kirib bemalol kanalda ko'rsanglar bo'ladi. Xudo xolasa do'stlar, men sizlarga shu narsani ayta olaman, bemalol YouTube bo'yicha birinchi navbatda o'sha to'g'ri video yuklashni bilishimiz kerak. Qonun qoidalari, avtorskiy nima, o'zi strike nima, apellyatsiya nima do'stlar, monetizatsiya nima uchun o'chib qoladi, monetizatsiya o'zi qanaqa yoqiladi, qanaqa yo'nalish tanlash kerak, qanaqa tartibda kanalni yuritish kerak, soat nechida video yuklash kerak. Mana shu narsalarni do'stlar polностью bilishinglar kerak birinchi navbatda. Ana undan keyin kanal ochsanglar do'stlar, kanalinglar ham stabilniy rivojlanadi. Va yana bir shularni orasiga qo'shib ketaman, videoni previewsi haqida ham do'stlar avvalambor e'tiborli bo'linglar. Preview do'stlar salkam 99% desam ham bo'ladi. O'sha videoni nima deydi, ko'proq mana clickbait bosishga majbur qilish kerak. 99% o'sha rekomendatsiya sababchi mana shu preview hisoblanadi. Preview zo'r bo'lsa do'stlar, uni ichidagi video undan ham qiziq bo'lsa do'stlar, videolaringni stabilniy tomoshabin ushlab tura olsanglar, bu narsa kanalinglarni tezroq rivojlantirishga, tezroq monetizatsiya shartlarini bajarishga yordam beradi. Xo'p do'stlar, YouTube psixologiyada men sizlarga hozir yana qisqacha ma'lumotlar berib o'taman. Men o'zim hayotimda shuncha yil davomida, misol 2016-yil boshlagan bo'lsam, YouTube'ni 2023-yil noyabr oyida do'stlar amerikanskiy YouTube'ni boshlaganman. Endi buni ko'pchilik biladimi, yo'qmi bilmadim. Men aytganman ko'p joylarda. 2023-yilda boshlab o'tganman do'stlar. Ushbu sohani birinchi navbatda men to'g'risini aytaman, bu narsani yashirmayman. Menga o'sha ustozlik qilib, yordam berib, tipa hamkasbimiz bo'lgan. Endi birga bitta komanda, bitta jamoada bo'lganmiz. Bayrambek akani taniysizlar, Xolitech. Shu Xolitech основатели, shu Bayrambek ustoz menga tavsiya berganlar, Shohjahon deganlar. Undan oldin men shu Texno xabar, Mega Shoh shu kanallarimni yuritganman do'stlar. Ko'rganlar, taniganlar meni biladi o'zi. Bayram aka aytgan, Shohjahon, davay bitta amerikanskiy YouTube qilib ko'ring deganlar, kanal ochib. 2023-yil menga birinchi kanalimni Bayram aka ochib berganlar. Menga shu tushunchalar berganlar, mana shunaqa qilasiz, mana shunaqa. Birinchi ustozlik qilib menga o'rgatgan inson bu Bayrambek ustoz bo'ladi albatta. Ustozga rahmat deymiz, avvalambor. Shunchalik hurmat, shunchalik poddershka qilib turdilar. Shu vaqtlar yordam berdilar do'stlar. Albatta bu narsani men o'zim chin yurakdan to'g'ri ma'noda aytyapman. Men misol hech kimdan o'rganmagan demayman misol. Bayram aka bilan endi biz o'zbek auditoriyada oldin bizning guruhimiz bo'lardi, zo'r blogerlar degan. U yerda Amriddin bor edi, bilasizlar, Vigeta. Men bo'lardim, Bayram aka bo'lardi, Iftixor degan bola bor edi, u bo'lardi. Xullas 4 ta 5 ta tanish bolalar edik biz hammamiz. Mana shu YouTube bo'yicha, o'zbek YouTube bo'yicha, o'zbek kontenti bo'yicha bitta guruhimiz bo'lardi Telegramda. O'sha yerda tanishib, yaqin bo'lib, aka-uka bo'lib, keyin mana shu sohani 2023-yil noyabrda boshlaganman do'stlar. Va boshlaganimdan so'ng o'sha bu yog'i birinchi oy, ikkinchi oy $120, $130 ishladim. Birinchi oyga $120 ishladim, ikkinchi oyga $160 ishladim. Uchinchi oyga do'stlar bum bo'ldi, bitta chotki portlash bo'ldi. Men chunki ikkinchi oyda o'zi zo'r ishlavardim, to'g'risi. Ya'ni qiyinchiliklarni bosib o'tdim, strike nima, afterski nima hammasini tushundim. Va do'stlar, 3-oyda o'zi 2400 dan oshiqroq, $2,500 desam ham bo'ladi. 2,5 dan avazgincha ko'proq edi. Endi aniq summasini aytayotmayman bu narsani sizlarga. Hech kim shart emas. 2,5 dan oshiqroq dollar yechdim bittada.
O'sha boshqacha anaqa nima deydi, boshqacha bir hayajon bo'ldi, boshqacha bir emotsiya bo'ldi do'stlar. O'zimga bo'lgan ishonchim ortdi va shu sohani orqasidan rostdan ham pul topsa bo'lishlik kerakligiga men o'zim amin bo'ldim. Chunki menda bo'lgan qiyinchiliklar juda ham qiyin bo'lgan. Sababi men YouTube'ga qiziqishim boshlagan vaqtda menga adam kompyuter olib bermaganlar o'sha vaqtda. Endi to'g'ri, bu narsani yomonlash ma'nosida aytmoqchi emasman. To'g'ri qilganlar deb o'ylayman. Sababi ota-onam menga kompyuter olib, telefon olib berishganda edi. Men o'zim qilmasdim. Men o'zimni kuchim bilan, o'zimni mehnatim bilan oldim do'stlar, albatta hammasini. Keyin sekin-sekin rivojlanib mana shu sohani mutaxassisi bo'ldim do'stlar. YouTube psixologiya deyishimdan sabab, sizlar tayyor turinglar shu narsalarga. Kanal ochdinglarmi, bitta narsani doim esingizdan chiqarmanglar. Kanalingiz zo'r ko'tarilib ketsa, "Vau" deb xursand bo'lmanglar. Keyin yana bir narsani aytaman, hech kimga aytmanglar kanalda. Hech kim, oila a'zolaring ham aytmanglar даже. Kerak bo'lsa-da, adalaring bo'ladimi, oilaring bo'ladimi, aka-uka, opa-singil hech kimga aytmanglar. Ularni u narsa o'zingizlarning ichki siringlar bo'lsin. Shaxsan meni hayotimda bo'ldi bu narsa. Chunki men o'sha 2,5 dollarga yetganimdan keyin uydagilarimning menga bo'lgan ishonchi ortdi. Men tashkilotda ishlardim, tashkilotdan bo'shadim ariza yozib va do'stlar shundan keyin hayotim yaxshi tomonga o'zgardi. Birinchi tomonlama yaxshi pul topishni boshlaganimdan keyin o'sha keyin do'stlar, yaqinlar, qarindoshlar ko'payar ekansizlarda. O'rtoqlar deydi-yu, bunaqa narsalar ko'payib ketar ekan. Pulinglar ko'paygandan keyin realni bu bor narsa ekan. Pul lekin bitta narsa do'stlar, men shu narsani ayta olaman, YouTube'dan topilgan pul qanaqa sizlarga kuch beradi, juda ham katta duh beradi birinchi navbatda. Sizlarni shu darajada bir ruhiy, nima deydi, tetik qiladi-da, takoy sizlar hayotda o'zingizlarga ishongan bir liboy narsani yoraman deb o'ylaysizlar-da. Keyin yana bir narsaga doim e'tiborli bo'linglar. Pul kelgan vaqtda odamda ozgincha kibr bo'lar ekan do'stlar. Mana shu narsani stabillik ushlasanglar do'stlar, kibrga berilmasanglar, Alloh beradi bu yog'ini, davomiy. Men sizlarga maslahat, chunki men o'zimda bo'ldi, ozgincha kibr menda bo'lib qoldi, sababi o'sha har oy 30 million, 40 million, 20 milliondan ko'proq daromad, stabillik sekin tushishni boshladi. Buni sababi o'sha kibrlik qildim do'stlar, kimlardir mensimadim, bilmadim, kimgadir yomonlik qilmadim, lekin hech kimga. Kimgadir ko'nglini ortgandirman kibrlik qilib, bilmadim endi do'stlar. Hammasi o'sha pulli dastidan bo'ldi do'stlar. Keyin men uydagilarim bitta narsani psixologiyada men bu miyaga qo'yib olinglar. Nima uchun men uydagilarga aytmanglar doimman. Uydagilarga aytganlaringdan keyin misol sizlar o'rtacha har oy 2000 dollar topib yursanglar, bir oy 1,5 ming bo'lib qolsa, voy nega puling kamayib ketdi, voy deb ular birdan shokka tushadi uydagilaring. Birinchi navbatda men o'zimda bo'ldi chunki bu narsa. Men bu dumkani ishlatish kerak do'stlar. Umid qilib o'ylab ish qilinglar. Sababi mana shu narsa sizlarni ertaga jarlikka ko'tarib yuborar ekan. Men o'zimda bo'ldi. Keyin oylik daromadim 1000 dollarga tushib qoldi, keyin 800 dollarga, keyin 700 dollar shunaqa tushib ketdi do'stlar. Uydagilarni keyin yuzidagi emotsiyasi qanaqadir ular sizga to'liq bog'lanib qolar ekanda. Bitta gap bor-ku, pul jimlikni yaxshi ko'radi deydi. O'sha uchun do'stlar hech kimga aytmanglar bu narsani. O'zingizlarning yaqinlaringga ham, o'rtoqlaringga ham. Mayli o'sha sizlar zo'r birovga 5000, 10000 dollar topayotgan bo'lsanglar ham aytmanglar. Chunki bitta narsa pul jimlikni yaxshi ko'radi, bejizga yetishmas ekan. O'sha boylarning shunaqa maqola bor, ruscha bir narsa edi, qarochi, esimda yo'q. Xullas, mana shu narsaga e'tibor qilinglar do'stlar, birinchi navbatda. Agar e'tibor qilmaydigan bo'lsanglar do'stlar, menimcha o'sha tez yiqilib, tez ko'tarilib, tez tushasizlar. Va do'stlar, asosiy narsa men o'zimni shogirdlarimda ham bo'lgan deb aytaman. Men yaqinda ham bitta shu kecha kunduzda bitta okaga aytdim. Oka dedim, kanal zo'r ketyapti, Shohjahon aka, rahmat, pozitsiyalarni ulab berdim. Kanallari zo'r yuryapti. Shorts yo'nalishida 38 milliongacha olib chiqdilar kanallarini. Bitta zo'r okam borlar. Xullas xursand bo'ldim. Men aytdim, "Aka" dedim, "Tayyor turavering" dedim. "YouTube shunaqa narsa" dedim. Siz mana shu psixologiyani bilmasangiz dedim, YouTube'ni boshlamang maslahatim dedim. Bu to'g'ri dedim. Siz "Wow" desangiz ham dedim, o'zingizni ko'zingiz o'zingizga tegadi dedim. Do'stlar, bitta narsani bilinglar, endi to'g'ri gaplarni chalkashtirib yuboraman. Ko'z tegish degan narsa bor narsa do'stlar. Endi kimgadir qanaqa bilmadim. Realni misol bitta o'rtog'inglarga borib, "Men oyiga 5000 topyapman, har oy 5000 yechyapman" deylar. Wow deydi-yu, уже все, pishdinglar, tamomsizlar. O'sha uchun hech kimga aytmanglar do'stlar. Qancha pul topyapsizlarmi? O'zingizlar bilinglar faqat. Sizlarga eng zo'r maslahatim. Ana o'shanda daromadinglar stabilniy bo'ladi. Ili YouTube bo'yicha o'sha o'zingizlarni ishinglarni davom ettirishinglarni tavsiya beraman. Xullas nima bo'ldi? Okaga aytdim, "Aka" dedim, "Xursand bo'lavermang" dedim. YouTube dedim, shunaqa narsa dedim. Zo'r ko'tariladi bitta dedim, shunaqa bitta kalla qilib yuboradi. Yo'qsa kanal o'chib ketishi mumkin dedim. Kanalingiz shunday yo'q bo'lib ketishi mumkin dedim.
Balki dedim men kuniga 150 dollargacha chiqdi. Bir kunda 150 dollargacha ishladi YouTube kanal. Men aytdim, "Aka" dedim, "ehtiyot bo'ling" dedim. Baribir bu YouTube hozir men ma'lumot o'rnida aytib o'taman, yanvar, fevral tozalash oyi bo'ladi do'stlar YouTube'da. YouTube mana ba'zi birlar akkaunt ochib qo'yadi, yuritmaydi-yu, yotadi. Bir kun, 2 kun yuritib tashlab ketadi. O'shanaqa akkauntlarni o'chiradi YouTube. Tozalaydi bazasini do'stlar. O'sha uchun e'tiborli bo'linglar. Avvalambor to'g'ri yo'nalish tanlanglar. Men o'zim shogirdlarimni ham ko'pchiligida bo'ldi. Zo'r ko'tariladi, bitta tashlab yuboradi. Zo'r ko'tarilgan vaqt xursand bo'lib ketadi. "Vau, men zo'r topganman, endi zo'r pul ishlayman" deydi. Va do'stlar, ma'lumot o'rnida aytib o'taman, hech qachon o'zinglarni orzu havasinglarni YouTube'ga bog'lab qo'ymanglar do'stlar. Ya'ni men bo'ldi, misol uchun sizlar har oy tasavvur qilinglar, 5000 topyapsizlar. 5000 dollaringiz bo'lsa, men 3 oydan 3 oy yig'sam 15000 dollar bo'ladi. Adamga bitta mashina olaman deb niyat qilmanglar do'stlar. To'g'ri, niyat yaxshi bo'lishi kerak, lekin o'sha oldindan sizlar bilmaysizlar YouTube nima bo'lishini. Xolasa o'sha niyatni qilgan kuninglardan boshlab keyin kuni o'zi kanalingiz o'chib ketishi mumkin. Prosta keyin mana bu o'zinglarning ruhinglar cho'kib qoladi. YouTube'ga bo'lgan qiziqishinglar o'ladi do'stlar. Motivatsiyalaring nol bo'ladi. Kurs sotayotganda ham, sotib olayotganda ham bitta narsaga e'tiborli bo'linglar. Sizlar kimdandir kurs olyapsizlarmi? Bitta joyda doim e'tiborli bo'linglar do'stlar. Bu inson o'zi kim? Tarixini izlanglar. Hozir ko'raman, men hech kimni yomonlamayman do'stlar, hech kimni yomonlamayman. Prosta menga juda ko'pchilik yozadi, "Kuyib qoldim, tudim, yomonlab kelishadi menga." Juda ham ko'p insonlarni, juda ham ko'p YouTuberlarni do'stlar. Sizlarga maslahatim, hech kimni yomonlamanglar. Birovga yomonlash eng yomon narsa. Mayli o'sha yomon bo'lsa, yomon bo'lsin. U ham aybdor emas o'zi, aslida o'zinglar sizlar sababchi. Sababi o'sha insonning oldin kimligini bilmasdan kurs desa sotib olasizlar. O inson o'zi kim? Hayotda nima natijaga erishgan? Qanaqangi natijalari bor? O'zi pul yechganmi YouTube'dan? Ko'rsin o'sha narsani do'stlar. Misol uchun men YouTube servisini bilasizlar, kanalimda pul ishlaydigan bo'lsam, umuman video tashlayman, bilasizlar, har oy 21 bo'lsa. Do'stlar, qayerga keldim men? Ko'ringlar deyman-da, o'zi 2-3 oy yig'ib turib, keyin ko'rsataman. Unda ham to'liq summan ko'rsatmayman do'stlar. Sababi hammasini ko'rsatadigan bo'lsam, kimlardir "Wow" deb o'rsa, o'sha bu narsa menda bo'lgani uchun do'stlar, hech kimga aytmayman, ko'rsatmayman. Sizlarga maslahatim shu do'stlar. Do'stona taklifim shu. Hech kimga aytmanglar. Qancha pul topasizlar, o'zingizlarda qolsin bu narsa. Ertaga o'zingizlar mana shu sohadan stabilniy daromad topmoqchi bo'lsanglar, yanada mana shu yo'nalishni mahkam ushlanglar, qattiq ushlanglar. Prям bitta yo'nalishga kirishdinglarmi, bo'ldi, всё. O'sha yo'nalishni mana shunaqa ushlab olinglar, всё, qo'yormanglar. Stabillikni ko'tarib boraveringlar. Kunlik kanal yurityapsizlarmi? Kanalingizda eng yaxshi videolar nechtadan prosmotr olyapti? Eng zo'r videolarni terib olinglar-da, o'sha videolar bo'yicha nima deydi? O'shalarni analitika qilib, o'shanaqa videolar tayyorlanglar. Bitta narsani yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'taman do'stlar. Ming bor uzr. Bitta narsaga doim e'tiborli bo'linglar. Sizlar YouTube'da kanal yurityapsizlarmi? Birinchi navbatda YouTube analitikani tushuninglar do'stlar. YouTube analitikani tushunmasanglar foydasi yo'q. Sababi 100%, 99.9% do'stlar analitikaga qaraydi. Ya'ni YouTube kanalni yuritish tartibi, analitika o'zi nima u? Sizlar analiz qilishinglar kerak YouTube kanalinglarni. Sizlarga hech kim o'rgatmaydi, ko'pchilik aytadi analiz qilib bering. Do'stlar, hech kim analitikani o'rgatmaydi sizlarga. O'rgatmaydi deganim u o'zi xohlab o'rgatmaydi emas, o'rgatadi. Prosta uni analitikasi bilan sizlarning kanalinglarni analitikasi to'g'ri kelmay qoladi. U narsani inson o'zi o'rganadi. Mana misol uchun Liboy kanalga hozir kirib analiz qilib bera olaman bemalol. Kanal nima uchun yurmayapti, nimadan prosmotr tushib ketgan, nima bo'lgan. Bu narsani biz do'stlar nima deydi, pir bo'lib ketganmiz, mutaxassis bo'lib ketganmiz do'stlar. Ichida yuraverib. O'sha uchun do'stlar bu narsani o'zingizlar o'rganasizlar. Menga ham hech kim o'rgatmagan misol analitikani. O'zim shu tajribamdan, o'zim hayotiy tajribalarimdan kelib chiqqan holda bu narsani o'rganganman do'stlar. Sizlarga ham tavsiyam shu. Birinchi navbatda analitikani o'rganinglar. Keyin yuklayotgan videolaringga qaranglar do'stlar. Strike avtorskidan juda ehtiyot bo'linglar. Kanalingizda bitta strike tushsa o'sha qiyinroq masala, u kanal sekin o'sha quliydi. Sababi bitta o'q yegan hisoblanadi u. Biram tasavvur qilinglar. Bitta odamga deylik 3 ta o'qqacha joni borda, o'sha bitta yesa o'sha sal nimjonroq bola, ikkita esa o'sha chalajon bola, 3 ta esa o'sha o'ladi. Kap shunaqa narsa YouTube kanalim do'stlar. YouTube'dan biznes qilsa bo'ladimi? Bo'ladi do'stlar. Men o'zim ko'rganman. Bir kunda salkam 800 dollargacha pul topgan insonlarni ko'rganman. 870 dollarmi shunaqa bo'lgan. Undan ham kattasi men o'zim ko'rganman, endi bitta akani.
Real biz Bayram aka bilan borib qilib beruvdik. 33.350 dollar pul ishlagan. Yo'nalishi nima deb qiziqayotgan bo'lsanglar, Alien Dance bo'lgan do'stlar. Hozir ham ishlasa bo'ladimi deysizlar, yo'q, qiyin hozir do'stlar. Ishlasa bo'ladi, no. Videolarni sifatliroq, avtorskidan uzoqroq qilib yasasanglar, ko'proq mana audio nima deydi? Auditoriyani ushlab turish kerak-da, tushunyapsizlarmi? Video mana misol zo'r prosmotr olish siri nimada deydi-yu ko'pchilik. Tomoshabinni ushlab qolish kerak. Birinchi navbatda previzor bo'lish kerak, ikkinchi navbatda o'sha videoni oxirgi boshlanishi 10-15 sekund. Mana shu 10-15 sekund videoni kirib shuni ko'rib tursa bo'ldi do'stlar. Bitta clickbait qilib. Clickbait degani mana shu video bo'lsa, bitta bosdi degan do'stlar. Ana o'shanda hayotingizda do'stlar zo'r tomonga o'zgaradi. Mana shu narsalarga e'tiborli bo'linglar. Kurs olayotganda ham e'tiborli bo'linglar do'stlar. Kimdan ovozchilar? O'zi inson kim? Yuzi bormi? Ovozi bilan gapiradimi? Rostdan o'zini ovozimi, rostdan o'zini yuzimi o'sha qanaqa natijalarga erishgan, natijasini so'ranglar birinchi navbatda do'stlar. Sizlarga kimdir kurs sotyapti yo darslik sotyaptimi? Avvalambor kursi mana Bayram akada bor misol uchun. Bayram aka shu kungacha necha mingta insonni natijaga olib chiqqan inson bo'ladilar. Misolda YouTube bo'yicha. Kurs mana misol litso bilan chiqadilar, o'zini yuzlari bilan gapiradilar, videolar qiladilar misol. Ijodkor insonda, men juda ham hurmat qilaman insonni. O'shuning uchun do'stlar, sizlarga maslahatim shu. Kimdan kurs olsanglar ham doim pulinglarga kuyib qolmaslik uchun oldin bilinglar, u inson o'zi pul yetganmi? Rekordi qancha bo'lgan, necha pul yetgan o'zi u inson. Mana shu narsaga e'tiborli bo'linglar do'stlar. Juda ham ko'pchilik hozir sanab o'tirmayman. Hozir Instagram kirsam hamma joyda amerikanskiy YouTube o'rgataman sizga. 2 kunlik master klassga kiring. Hamma do'stlar hozir ishoninglar, mana shunday bolachalar ham daji chiqib hozir target yoqib o'zi Instagramdan obunachi olib kirib Telegram kanaliga kurs qilib sotyapti do'stlar. Meni ham qo'limdan keladi. Men ham misol uchun hozir pul tiksam mediaga zo'r portlab ketaman. Misol, men ham Instagram ochib turib, davaychi do'stlar deb turib, takoy men ham videolar qilib, professionallik qilsam bo'ladi. Menda ham ideyalar, g'oyalar juda ham ko'p. Lekin do'stlar, menga Instagramdan keladigan auditoriya kerak emas. Nima uchun? Chunki Instagramda do'stlar ko'pchilik nima deydi? Asosan bekorchi odamlar demayman endi, unaqa desam noto'g'ri bo'ladi. Hamma ham bekorchilikdan kelmaydi. Shaxsan o'zim ham kiraman misol. Video ko'rib ozgincha chalg'ish uchun. Chunki miyamiz charchaydi, biz kuni bo'yi video montaj, kimlargadir yordam beramiz, kanal ochib beramiz. Xullas, ish juda ham ko'p bo'ladi do'stlar. O'shuning uchun sizlarga eng zo'r maslahatim ham shu do'stlar. E'tiborli bo'linglar, hech qachon do'stlar kimnidir gapiga ishonib qolib, kimdandir kurs olmanglar maslahatim. O'sha inson o'zi bilan gaplashinglar razmaras. Ana o'shanda bir qanaqangidir natija qilsanglar bo'ladi. Xo'p, yana bir bor do'stlar, avvalambor hammanglarga rahmat deyman. Mana shuncha 25 minutga yaqin vaqt gapiramiz. YouTube psixologiya o'zi shunaqa narsa do'stlar. Tayyor turinglar. Sizlar hech qachon wow devormanglar. Birinchi navbatda aytib o'tganimdek, boshdan sanab o'taman. Qani to'g'ri yo'nalish tanlanglar. O'sha yo'nalish bo'yicha professional bo'linglar do'stlar. Birinchi navbatda hamma joy YouTube'da to'la tekin dars mana. Professionallik bo'linglar, montajni yaxshi o'rganinglar birinchi navbatda. Undan keyin do'stlar o'zingizlar vaqt ajratinglar o'sha narsaga. Ba'zi birlarni ko'raman, kurs sotib oladi-da, ketadi, men qo'yimma boquvdim, meni bolam kasal bo'lib qoldi. Endi to'g'ri tushunamiz do'stlar, lekin pulga sotib olindi, topshiriq berildi, bajarish kerak do'stlar. Ko'raman-da, juda ba'zi bir insonlar bo'ldi, aka men roziman bergan pulimga, men o'zimdan o'tdi deb ketib oladi do'stlar. Unaqa bo'lmaydi. To'lov qildinglarmi, razmaraz so'ranglar o'sha insonni, qo'ymanglar. Miyasiga dang tosh chaqinglar do'stlar. Miyasini chaqib yuboringlar o'sha insonni savol berib. O'rganinglar va do'stlar, albatta bitta ustoz tanlanglar. Men sizlarga doim aytaman, u shoxdan bu shoxga sakrab yuraversanglar hech narsani o'rgana olmaysizlar. Chunki hamma ustozning o'zini strategiyasi bo'ladi. Ko'pchilik nima qiladi? Borib u shoxga sakraydi, borib bu shoxga sakraydi, uni gapini olib bunga aytadi, buni gapini unaqa bo'lmanglar do'stlar. 200 lamachi bo'lmanglar, men yuzlaring ikkita bo'lmasin. Bitta insonlik, bitta yuzli inson bo'linglar. Avvalambor kimgadir yordam bersanglar ham foydanglar tegsin do'stlar, manfaatli bo'lsin. Tavsiya qilyapsizlarmi? Masalan, men senga palonchini tavsiya qildim demanglar. Do'stlar, men senga zo'r tavsiyam bor. Mana shu insondan kurs sotib yo darslik sotib yo mana shu insonni xizmatdan foydalan. Yo ustoz mana shunga shogird tush deyinglar. Avvalambor, hamma insonni ham o'ziga bog'liq avvalambor. Nima demoqchiman? To'g'ri ustoz tanlanglar. Ustozda bitta ustoz tanlaylik faqat. Men misol uchun bugun menga shogird tushyapsizlarmi, mendan kurs oldinglarmi, erta borib turib qaysidir boshqa bir youtuberni gapini menga olib kelmanglar. Uni o'zini analizi bor, u shunaqami deb so'ramanglar ham. Uni o'zini analizi bor, o'zini
tushunchasi bor. U chunki amaliyotida o'zi sinab ko'rgan, unda ichib bergani uchun sizlarga aytadi ba'zi birlar. Ba'zi birlar fake xabar qilib aytadi, noto'g'ri ma'lumot beradi. O'sha uchun do'stlar e'tiborli bo'linglar. YouTube eksperti degan odam hech qachon do'stlar esingizdan chiqarmanglar. Sizlarga kelib turib, mani kursim bor demaydi. U o'zi professionalniy media qiladi, professional tarzda. Shu vebinar o'tkazadi, nima deydi, продолжение bo'lish uchun, davomiy bo'lish uchun. Nima deydi, auditoriyaga ma'lumotlar ko'rsatadi, realniy rekordlar ko'rsatiladi do'stlar. Ana bunaqa insonlardan kurs olsanglar bo'ladi. Xo'p, xullas do'stlar, men qisqa qilib aytadigan bo'lsam, sanab o'taman. Birinchi navbatda to'g'ri ustoz tanlanglar, to'g'ri yo'nalish, professional montaj, keyin nima deydi, o'sha yo'nalish bo'yicha YouTube qonun-qoidalarini bilinglar. Birinchi navbatda 5-chisida do'stlar analitikani o'rganinglar. Sizlarning eng mana shu 4 tani, 5-chisi mana shuni qilib beradigan bu 5-chisi bu analitika hisoblanadi. Mana shu analitikani evaziga sizlar ertaga bir YouTube'da bir yaxshiroq natija qilish imkoniyatingiz bor bo'ladi do'stlar. Xudo xolasa sizlar uchun yana bir bor qanaqadir yengilliklar bo'lsa chiqaramiz do'stlar. Mana shu YouTube kanalida hozir mana shu videomizni 1000 ta like yig'sa, men sizlarga YouTube'da professionalniy noldan ipidan ignasigacha video yuklashni dehqon tilida qilib tushuntiraman do'stlar. Men adabiy tilda qilib tushuntirmayman. Chunki hali kuni ham menga bir 10-15 ta odam yozdi. Ustoz, assalomu alaykum, sizga shu bitta narsani aytmoqchi edim. Juda ham zo'r tushuntiribsiz. Men o'zim umuman video ko'rmayman, lekin mana shu videoningizni o'tkazmasdan ko'rdim aka deb chiqishyapti-da. Juda ham zo'r tushuntiribsiz. Men aytdim-da, endi to'g'ri ko'pchilik u yoqdan bu yoqdan gapiradi, lekin men to'liq qilib tushuntirdim o'shani. Chunki men o'zim do'stlar YouTube servislar bor, bilasizlar, odamlarga yordam beramiz. O'sha odamlarning psixologiyasini o'rganib ketganman do'stlar. Kimdir yozsa ham o'sha sirazu tushunaman. Nima maqsadda yozyapti, nima uchun kerak, nima xullas aniq bilinadi do'stlar. O'sha uchun sizlar uchun sizlarga eng zo'r tavsiyam shu. Agar sizlarga ham qanaqadir sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Menda shaxsan o'zimning YouTube kanal ochib berish xizmatim bor, professionalniy. 479 ming so'm hozirgi vaqtdagi narxi. Bu narx o'zgarishi mumkin keyinchalik. Videoni ko'rayotganda ham 2-3 yil ko'rib ba'zi birlar chiqadi-yu, darsligingiz bor edi, 200 ming so'mlik, men 200 mingni bo'yladim deb chiqishadi-yu, bu narx o'zgaradi do'stlar. Qachonligini bilmayman, lekin bu yil emas, keyingi yilda balki ko'rarsizlar bu videoni. Balki 3 yil, 4 yil o'tib ko'rarsizlar. Albatta bu YouTube kanalda turadi do'stlar. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, avvalambor shu narsaga e'tiborli bo'linglar. Birinchi navbatda. Ana undan keyin do'stlar taqqa borib bemalol o'sha servislardan foydalansanglar bo'ladi. Kanal ochib berish bor do'stlar bizda. Analiz qilib berish xizmati bor. Va yana bir bor ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Analiz qilib berish xizmati bor, kanal ochib berish bor, apellyatsiya olib beramiz do'stlar. Bizda apellyatsiya olib berish xizmati ham bor. YouTube xizmatlari degan Telegram kanalim bor do'stlar. Sultonov 7 servis deb yozsanglar, mana shuni chiqadi do'stlar YouTube'da, Telegramda. Bu yerda do'stlar mana birinchi tashlagan post o'sha meni karta ma'lumotlarim tashlangan. Ogoh bo'linglar, mashinalarga ishonib qolmanglar. Men shaxsan o'zim javob bersam, ovoz bilan javob beraman. Meni nomimdan kimdir chiqib gapirishi mumkin sizlarga. Men Shohjahonman. Давайте meni servisimni sotib oling, sizga kanal ochib beraman, karta beradi. Karta mana shu meni kartam do'stlar, original. Men shu ovozim bilan gapiraman, o'zim javob beraman. Men hech qanaqa admin ishlatmayman do'stlar. Ma'lumot unda aytib o'tay. Xo'p, ikkinchisi analiz qilib berish xizmatimiz bor. Avvalambor narx 99 ming, bu ham narx o'zgarishi mumkin. Hozirgi narx, misol 25-yil uchun yoki 26-yil uchun bu narx 99 ming so'm. Kanal ochib berish xizmatimiz 479 ming so'm do'stlar. Undan keyin 500 ming so'm biz apellyatsiya olib beramiz. Kanalingizga o'sha apellyatsiya tushib, monetizatsiyasi o'chib qolgan bo'lsa, monetizatsiya bo'yicha o'zi qanaqadir muammolaringiz bo'lsa, bemalol chiqinglar do'stlar. O'zim chiroyli qilib sizlarga chiroyli narxlarda qilib beraman ushbu servisni. Keyin do'stlar, bizda AdSense ochib berish xizmati ham bor. Kod chaqirtirib beramiz Amerikadan, uyingizga keladi. AdSense akkaunt ochib, xullas noldan qilib berish xizmati ham bor. Buni narxi 549 ming so'm do'stlar. Bemalol foydalansanglar bo'ladi. Ish vaqtimiz dushanbadan shanbagacha ertalab 9 dan kechki soat 22:00 gacha bo'lgan vaqt oralig'ida bemalol xohlagan savolinglarni bersanglar bo'ladi do'stlar. Servislar bo'yicha bemalol yordam beramiz. Va do'stlar, yana bir ma'lumot o'rnida aytib o'taman. Kimgadir mana shunaqa obunachi qo'shib berish xizmati kerak bo'lsa, bizda obunachi qo'shib berish xizmati ham bor do'stlar. Albatta bu nima deydi? Servisimizga albatta kafolat bor. Agar qilib berilmasa do'stlar, pulinglar qaytarib beriladi 100%. Men o'zim mana shu aynan shu servis uchun faqat
Agar obunachilaring to'lmasa, men pulinglarni dokazana qaytarib beraman do'stlar. Faqat bitta narsa ma'lumot unda aytib o'ting. Ko'pchilik 60-70 ta obunachi yig'adida, menga 800 ta, menga 900 ta obunachi bering deydi. U juda ham noto'g'ri narsa do'stlar. Mana miyaga ham to'g'ri qabul kelmaydi. YouTube bilib qoladi bu narsani. Hech bo'lmaganda obunachinglar 400 ta yo 300 ta, 300 tadan oshiqroq obunachi bo'lishi kerak. Ana o'shanda mingta qilib, misol uchun ko'pchilikda bo'ladi-yu, soati to'lib turib, manjasasi to'lmay qoladi. O'shanaqa holatlarda do'stlar, bu servisdan foydalansanglar bo'ladi. O'tib obuna bo'lib qo'yinglar do'stlar va do'stlar bizani Telegram kanalimiz bor. Men o'zim tavsiya qilib o'taman. Shohjahon Sultonov degan o'zimning shaxsiy blog kanalim bor. Bu yerga o'tsanglar ham o'sha men tepasida, kanal tepasida lichkam qo'yilgan. Bemalol o'tib, nima savolinglar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Sizlar bilan har doimgidek Shohjahon bo'ldi do'stlar. Nima deydi? O'sha YouTube bo'yicha qanaqangidir savolinglar bo'lsa, mana shu YouTube kanalda chiqib, Telegram kanalda tashlab boraman. Qiziqarli postlar, kunlik hayot, hamma narsa mana shu Telegram kanalda bo'ladi. O'tib obuna qo'yinglar do'stlar. Va do'stlar, mana bu yerda ko'rayotgan bo'lsanglar, mana YouTube ofitsialniy kanalda bu 40 ming dollardan o'rtacha 120 ming dollargacha pul topadi deyilgan. Bu 120 ming dollar emas, aslida o'rtacha 80 mingdan 100 ming oralig'ida bo'lgan pulni ishlaydi bu. Men 100 talik javob beraman. 80 ming dollardan 100 ming dollargacha ishlaydi. 120 ming topmaydi. Bu ko'p qilib yuboradi. Eng kam ham qilib ko'proq qilib yuboradi. Bu stabilniy do'stlar. 50 ming dollardan o'rtacha 50 mingdan 30 ming, 50 mingdan boshlanadi. Piki 100 minggacha topadi do'stlar. 100 ming, 110 ming dollargacha mana shu ofitsialniy 44 million YouTube kanalida o'zining ofitsialniy qanaqasi bor. Bunga do'stlar obuna bo'lib qo'yinglar. Liboy kanal ochsanglar. Chunki YouTube'da ozgincha bo'lsa ham sizlarga bo'lgan ishonch oshadi. To'g'ri deydi. Menga obuna bo'libdi bu deydi. Bizani YouTube kanalimizga, biz ofitsialniy kanalimizga obuna bizani kuzatar ekan deydi. Videolarga kirib komment yozinglar, like bosinglar ingliz tilida. Ana shunda akkauntinglar yanada professionalroq bo'ladi do'stlar. Chem oddiy anaqaga nisbatan. Xullas do'stlar, hammaga omad. YouTube psixologiyasi shunaqa mavzulardan iborat edi. Menimcha sizlarga bu video foydali bo'ladi degan umiddaman. Kimgadir qanaqadir yordam kerak bo'lsa, albatta o'sha Telegram orqali o'tib yoki mana video описаниyaga ham qo'yib ketaman. Videoni pastida ham lichkam bo'ladi. Kommentariyaga zakripit qilib qo'yaman do'stlar, qadab qo'yaman. Bemalol o'tib yozsanglar bo'ladi. Sizlar bilan Shohjahon bo'ldi do'stlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammanglarga kattakon rahmat. Albatta aytib o'tganimdek, mana shu video 1000 ta like kelsa, keyingi videoda do'stlar men YouTube'ga professional tarzda, to'g'ri tartibda video yuklashni o'rgatib o'taman. Bu kompyuter orqali bo'ladi va undan ham keyin do'stlar telefon orqali ham video yuklashni professional tarzda qilib chiqaraveramiz do'stlar. Albatta mana shu videoga 1000 ta like bo'lishi kerak. Ko'ryapsizmi? Like bosib qo'ying va kanalimizga obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Mana shu bu yil mana shu YouTube kanalimizdan ham 100 ming ta qilamiz. Hammaga omad do'stlar. Sizlar bilan Shohjahon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Preview. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna